Hazreti İsa Erixa shahriga kirib o'tib ketmoqchi bo'ldi. U yerda Zakay ismli bir boshqarlar boshlig'i bo'lib, u nihoyatda boy edi. U Hazreti İsa'ning qanday odam ekanligini ko'rishni orzu qiladi. Lekin bo'yi paka bo'lg'achqa, ishlar to'pi ichidan uni ko'rolmadi. Shunga u yugurib xaloyiqning oldiga o'tib, bir tup ujumi darg'iga chiqib oldi. Chunki Hazreti İsa bu yo'ldan o'tadi. Hazreti İsa u yerga kelganda, beshini ko'tarib Zakayga qarab, "Zakay, chopsan tush. Bugun men cho'qim sening uyingda qo'naman", dedi. Zakay darhol tushib, intayin xushal bo'lgan holda Hazreti İsa'ni uyiga opirib mehmon qildi. Buni ko'rgan jamoat, "Bu odam gunohkorning uyida mehmon bo'ldi", deb g'o'dilishib ketdi. Zakay o'rnidan turib, Rabbimiz İsa'ga, "Ya Rabbim, men mol-mulkimning yerimini kambag'allarga ulashtirib beraman. Agar men biror kishini aldab, haqini yavagan bo'lsam, uningga to'tasa qatlab qaytiraman", dedi. Bugun bu odam qutqizildi. Chunki u e'tiqod bilan o'zining Ibrohimning farzandi ekanligini ko'rsatdi. Inson o'g'li uningga o'xshash ozg'on odamlarni izlab qutqizg'ili keldi, dedi Hazreti İsa. U chaqda Hazreti İsa poytaxt Yerusalimga yetib kelishga ozli qolganligi uchun jamoat xato oldi. Uning Xudoning podshohligini tiklishiga oz qoldi deb qaraydi. Biroq Hazreti İsa ularga mundaq bir tamsilni aytib berdi. Bir oq so'ngak podshohlik taxtiga ega bo'lib kelish uchun yiroq bir yerga qarab yo'lga chiqibdi. Yo'lga chiqishdan ilgari 10 chaqirni oldiga chaqirib, har biriga birdan tilla berib, "Men qaytib kelguncha buning bilan tijorat qilinglar. Qani, qanchalik pul topdikansizlarkin", debdi. Biroq yurtidagilar bu oqso'ngakka o'sh bo'g'ashqa, kaynidan odam avatib, "Bu odamning bizga podsho bo'lishini xohlamaymiz", debdi. Oqso'ngak podsho bo'lib qaytib kelgandan keyin darhol ilqi chakorlarni chaqirib, har qaysisining o'qat qilib, qanchalik pul topganligini bilmoqchi bo'libdi. Boshda kagini, "Xo'jayin, men siz bergan tillani ishlatib 10 tilla topdim", debdi. "Nihoyat yaxshi, sen yaxshi chakar ekansan. Men sana havola qilgan kichikina ishda ishonchli bo'lib chiqqanliging uchun men seni 10 shaharni boshqarishga tayinlayman", debdi xo'jayin. Ikkinchi chakar kelib, "Xo'jayin, men siz bergan tillani ishlatib 5 tilla topdim", debdi. "Senmi 5 shaharni boshqarsan", debdi xo'jayin. Biroq 3-chi chaqar kelib, "Xo'jayin, bergan tillayingiz mana turibdi. Men uni qo'l yog'lig'imga yo'gab uyda saqladim. Men sizdan qo'rqaman, chunki siz qattiq odam. Boshqalarga omonat qo'ysangiz, uning ko'payishini o'zingiz termisingizmi? Uning ho'slini kutasiz", debdi. "Ey yomon chaqar, seni og'zini chiqqan so'zlaring bo'yicha jazolayman. Sen mening terimay turib yig'ib oladigan, o'zimning bo'lmaganini elib oladigan qattiq odam ekanligimni bilib turib, yana nima uchun pulimni g'azinchilarga omonat qo'ymadim? Men qaytib kelganda o'simi bilan olmasmidim", debdi xo'jayin.
Keyin u yendiklarga uningdagi tillarni elib 10 tilla topgan chakarga beringlar deb buyruq qildi. Xo'jayin uning 10 tillasi tutsa deyishibdi ular. Shundoq debdi xo'jayin. Berilganni to'liq ishlatganlarga texmi ko'p beriludi-da. Buning bilan ulardiki texmi ko'paydi. Lekin berilganni ishlatmaganlarga kelsak, ularning borimi elib ketiladi. Mening podsho bo'lishimni xohlamagan dushmanlarimga kelsak, ularni oldimga elib kelib, kallasini elinglar. Hazreti İsa bu so'zlarni qilgandan keyin to'pning oldida mengib Yerusalimga qarab yurib ketdi. Zaytun tig'ining etikidagi Beyt-Poji va Beytaniya degan yezlarga yetib kelay deganda, ikki shogirdini undaq deb oldin avatdi. Sizlar oldimizga yezg'i beringlar. Yezg'iga kirganinglarda texi minilib boqmagan bir taxayning bog'liq tutganligini ko'rsizlar. Uni yeshib bu yerga yetlab kelinglar. Agar biri sizlardan taxayni nemishqa yeyishsizlar deb so'rab qolsa, Rabbimizning uningga hojati tushdi denglar. Ular berib qarsa, dal Hazreti İsa'ning aytgandak bo'lib chiqdi. Ular taxayni yeyishayotganda egilari taxayni nemishqa yeyishsizlar deb so'radi. Rabbimizning uningga hojati tushdi deb javob berdi ular. Egilari ma'qul bo'lgandan keyin shogirdlar taxayni Hazreti İsa'ning oldiga yetlab kelib, o'z chaponlarining ustiga selib, Hazreti İsa'ni yo'lab mindirdi. Hazreti İsa manganda xalqlar chaponlarini yo'lga poyandoz qilib soldi. Hazreti İsa Zaytun tig'idan tushib Yerusalimga yaqin qolganda, uning nurg'un shogirdlari o'z ko'zi bilan ko'rgan hamma ajoyib mo'jizalar uchun xursandlik bilan vaqirab, Xudoga madiya o'qishga boshladi. Parvardigorimizning nomida kelgan podshoga muborak bo'lsin. İnson Xudo bilan yarashtirilg'isi, arsholardagi Xudoga shon sharaf bo'lsin. To'pning ichida ba'zi parislar Hazreti İsa'ga, "Ustoz, shogirdlaringizni undaq gap qilmay, jim bo'lishni buyurg'aysiz" deyishdi. Ular jim turgan taqdirdimi, bu toshlar chig'ida Xudoni madhiyalab chuqon silishgan bo'ladi, dedi Hazreti İsa ularga. Hazreti İsa Yerusalimga yetib kelganda shaharni ko'rib, hasratda ko'z yoshi qilib, "Ey Yerusalimliklar, mening sizlarga omonlik keltiradiganligini bugun bilgan bo'lsanglar, ammo u hozir ko'zlaringlardan yoshirindir. Shundoq kunlar keludiki, dushmanlaringlar shahringlarning atrofi qo'rg'on qurib, sizlarni to'rt tarafdan qorshib elib, sizlarni va bolalaringlarni yer bilan yakson qiladi. Hatto bir tal ul teshinimi joyida qoldirmaydi. Chunki Xudo sizlarga shafoat qilgan fursatni farq etamidinglar, dedi. Hazreti İsa markaziy ibodatxona ho'ylariga kirib, u yerda ilm setim qilayotganlarni haydab chiqarib, ularga muqaddas yozmalarda Xudoning "Mening uyim
duo tilavatxona bo'lsin degan so'zi yozilgan. Lekin sizlar buni ulanışlarning uvusiga aylantirib olibsizlar, dedi. Shu kunlarda Hazreti Ayso har kuni markaziy ibodatxonada ta'lim berdi. Oliy ruhoniylar, Tavrat ustozlari va oqsoqollar uni ujuqtirib bo'lishdi. Lekin qandoq qo'l silishni bilmaydi. Chunki butun xalq Hazreti Aysoning ta'limini anglashga shunchalik xushtor ediki, uning har bir ig'iz so'zni qoldirmay ko'ngil qo'yib anglaydi.